Assalamu alaykum, kanalımız a'zolari, aziz yurtdoshlar. Sizlar uchun manfaatli videolar chiqarishda davom etaman. Eng sara videolar Xiva Durdona kanalında bo'ladi. Videoni oxiridan ko'ring. Hurmatli ayollar, qizlar, kelinglar. Sizlar uchun zo'r kiyimlar sotadigan yer olib boracaqman. Sizlarni ham hamyonbop narxlarda beradilar, ham sifatli bo'ykalar, ko'ylaklar bor. Xo'janalarimiz uchun ham, kelinglar uchun ham, qizlar uchun ham narsalar bor. Hozir bir qator ko'rib chiqamiz. Darvozasini o'ngindagina ikkinchi darvozasidan giramiz. Tima kafeni to'g'risindagi darvozadan giramiz. Darvozadan girib o'ngga aylanamiz. Ko'rib turganingizdek, ina ish yerda ajoyib ayollarning kiyimlari sotiladi ina. Shu ko'rib turgan ko'ylagingiz atigi 35 ming so'm. 35 ming so'mdan. Xivamızda arzonchilik 50 ming so'mdan ham bor ko'ylaklarimiz. Ina fasonini ko'rsatib o'taman. Razmerlari bor, svetlari ham bor. Ina. Bular faqat ko'ylak qarang. Ko'ylakni o'zina 50 ming so'm. Dim yaxshi baholarda. Ajoyib sifatlarına gap yo'q. Ina har xil fasonda. Kichkinaroq qizlarimiz, o'smir qizlar uchun ham ina. Bular ko'ylaki faqat ko'ylak lozimi bilan, lozim ham bor ekan ina. Lozimli. Necha so'm bular? 50 ming so'm lozim. 50 ming so'm lozimi bilan shu ko'ylaklar bo'yka ekan. Bular ham shu bahami? 50 ming so'm. İşara gelaverasizlar, ina xayrinisa ukam yana. Gelaverasizlar arzon etib beradilar. Bu do'ykangiz nereden berasiz? Bu do'ykalar 100 ming so'm mana. 100 ming so'm, zo'r baho. Bular 120 dan kelishtirib arzon etib beramiz lozimi bilan. Buni ham lozim bo'y. Arkini ham ko'rsatamiz. Bular ina markiza. Bu ham lozimi bilan. Ina bular gulki moda. Lozimi bilan 150 etib beramiz. Men ishi do'ykanadim, xoladim, dim yaxshi ko'rdim ina. Dim yarashib turadim. Bularni nereden berib turadingiz? 100 etib beramiz. 100 etib beradilar ina. Buni narsam bor. Ashaqam bor. Do'yka. Dim fasoni chiqamiz ham bo'yna. Ina toza modalar, xo'shroq. Materiali nima? Markiza. Do'yka axir. Do'yka 130 bahasi. Bular ham do'yka. Bular necha so'm? 130 etib. 130 zo'r baholar. Bular 150 etib beramiz ina. Bu yilki moda bo'layina. Bam markiza. Hamma markiza. Buni necha beraman dedingiz? 150 etib beramiz. 150. Zo'r baho. Mana bu trenddagi xalatlar necha so'm? Xalat deymizmi mana? 130 etib beramiz. 130 do'ykami bu? Lozim ham bor ekan. 130 bular ham. Yuvib siqib hazzatib kiyadigan bular qizlarjonlar. Ishora kelaverasizlar. Ina orientarini ham ko'rsatib o'tdim. Xohlagan svetingizda, xohlagan fasonda do'ykalar bor. Har xillaridan bor. Birini xohlamasangiz, birini xohlaysiz ishida zo'r vajlarni olib ketaverasizlar ina. Buni ham ko'rsating. Ina buni ham modeli boshqacha, har qaysi o'ziga xos. Qochkalarda hali ochilmayotganlar ham bor. Bemalol kelasizlar, arzon bahoda ish yerdan xarid etib ketasizlar. Ina xayrinisa ukamdan. Yosh kattaroq ayollarimiz uchun ekan, bu ajoyib ko'ylak ekan ina. Materiali nomini? Poplin do'ygan. Dim zo'r ekan, fasonlar ham dim zo'r. Yenglar uzun ina, dim ajoyib galishili ko'ylak ekan. Necha so'm bular? 130 etib beramiz. 130 ming. Bundan ko'pmi? Yo'q. 130 ming so'm zo'r ko'ylak. Mening ko'ylaklarimiz bo'yina. Bular nerede? Hozir ham qishdan kiyib bo'ladi. 150 etib beramiz. 150 ming so'm. Rasvetkalari bor, razmerlari ham bor. Bir-birine o'xshamaydi. Ina xo'shroq. Bularni 100 dan etib beramiz ish qatorni. 100 ming so'mdan ham ina. Bular Ina lozimi bilan necha dedingiz buni? 160 etib beramiz. 160. Dim katta razmerlar ekan bular. Ahamiyat beramiz azizlar. Katta razmerlar ina. 160 ga bitadi ekan. Bundan ham arzon etib bering, yana obunachilarman. Yaxshi arzon etib beramiz desalar. Geliştirip bering obunachilarimiz. Xiva Durdona kanalında ishinding deb aytdingiz, arzon etib gelishtirib bering buni deb yodlarına solib qo'yasizlar obunachilar. Ina rasvetkalar ham bor ekan bularni ham ina. Bular ne? Bular 140 dan kelishtirib beramiz. 140 dan yana gelishtirib beriladi. Bu ul razmerlar ham bormi? Yo'q, standart yuriydi bular. Standart ekan. Ina bomboq ko'ylaklar, dim xo'sh etib ishlangan, qarang, doshlarini qarang, buni dim xo'sh etib ishlangan, ina yenglar ham dim xo'sh etib ishlangan do'yka ina. Necha so'm bular?
Bular 170 deb geliştirip veremiz. 170'den hem düşüp verediler Arzon bunaçılarımıza. veremiz. Yine karangras svetkeleri, kızıl, yine mındı xilları, dım hoşroy svetlerden bayına her xili renklerden var eken gelip yine xarid etseniz boladı. Hoşroy bombaqlayına. Günlüklerimiz yine Poplin'den alıp duruyordular. Yine Poplin'de Markiz o Asam geldi. Yine. Markiza xili gelipdi yine işi doykelərini, iş fasondakilərini. Bunlar neçə somdan koydunuz? 150 deb veremiz bulan. 150'den hem kayıtına abunaçılarımıza. Yaxşı, geleyiz. Gələvərəslə abunaçılarımız gəlişdirib verirlədi işirdə. Yine kızlarımız için işindiyin sportifkələrim var eken. Neçə somdan? 150 veremiz. 150 min som. İmindi xillarım var ki yine. Yani 100 deb veremiz. 100 min somdan eken. Zor bahala. Tam xoşu millilikə urğu berib nima işləngan yine. Bular neçə som? 100 min son. 100 min som ətəgi. İştahını uzayım lazım. Yine imindi fasolları köp. Dım Her köpəli bir asıl fasonda- burğallarım var. Tavarlar birini dım yaxşı tərəfi tavar köp, həm yanbab narxda bərədi tədbirkarımız. Gələvərəslə Xiva Elektroset Büyün bazarı Tima kafeye giredon darvazadan girýäningizden iş yerdə oturadı. Hayrınsa ökəm. Gələvərəslə iş yerə.